ruladan suv oqishini qaranglar. Havo вообще zo'r lekin. Bu yoqda bor-ku, shaharga qaraganda havo 3-4 gradus bo'lsa ham pagoda o'ynab turadi. Bu yerda sal salqin, sal shobodasi bor. To'rtta chiroyli oppoqqina kottejlar qurilgan. Mana shu ikkitasini srochniy egalariga pul zaril bo'lganiga 114.900 dan sotuvga chiqaryapmiz. Hozir ichlarini ko'rsataman, ko'rib bitta baho berasizlar. Qaranglar, birinchi etajda hol bor, общий ikkita xona bor. Mana bu yerda oshxona, ko'rishinglar mumkin. Mana birinchi xonasi mehmonxona. Bu yoqda havo almashinuvi uchun eshik qoldirilgan. Mana bu общий sanuzel, mana bu ikkinchi xonasi. Bu yoqda ham eshik qoldirilgan havo almashinuvi uchun. Pastga podvalga tushib ketinglar, bitta xona bor, ikkatenli. Ikkinchi etajga chiqamiz. Ikkinchi etajga chiqqanda o'ng qo'limizda mana birinchi xona, mana bu yoqda ikkinchi xonasi. Общий 3 ta xona, bitta hol bor. Ikkinchi etajda mana bu yoqda общий sanuzel bo'ladi. Mana bu yoqda kichkinagina hol birinchi etajdagi bir xil razmerda. Yana bu yerda uchinchi xonasi. Ko'rishinglar mumkin. Bu yerda yana sanuzellari bor o'zining ichida. Zangiota tumani katta ittifoqda joylashgan. Yoshlininchi postdan 4 kilometr kiriladi. Svet, suv, gaz muammo emas ekan. Kanalizatsiya yo'q, o'ra qazib ko'chaga olib chiqib qo'yilgan ekan. Shu kottejimizni patluch holatiga keltirib beramiz deyishyapti egalari. Pastda raqamni qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar.